doimgidek nima 3 ta guruhga bo'linib oldik. Demak, birinchi guruh bilim a'lochilar guruhi, ikkinchi guruh bilim do'rlar guruhi, uchinchi guruh zukkolar guruhi. Mana shu guruhlar orasida hozir musobaqa olib boramiz. Musobaqada 9 ta savol bor. Har bir guruhga 3 ta savol beriladi. Mana bu yerdagi o'zi bor savollardan siz raqam bilan tartibsiz berasiz savollar. Menda esa savollar raqamda qaysi topshiriq berilgan. Mana shu asosda hozir siz savollarga navbatda chiqib javob berasiz. Bu yerda nima deydi? Bo'larni birlashtirdik, 9-ga esa sovg'a, pullik sovg'a. Agar kim qaysi guruh o'shani qo'lga kirsa, o'sha pul o'sha guruhga beriladi, o'sha o'quvchiga beriladi. Hammalar tushunadimi? Endi bu omad, nima demaydi? Xato bo'lish, yo'q qolish. Birinchi qaysi guruh boshlab beradi? Mayli, Jazira aka. A'lochilar guruhidan ikkinchi savoldagi aslida savol tanlashingiz uchinchi raqam bahor bayrami haqida, Navro'z haqida gapirib berishim kerak. Barakalla. Qabul qilamiz javobini. Besh. Demak, sen 5-da hatto pishmoq aytishing kerak. 5-chi savol. Qaysi doktor? Demak, 3-chi guruhdan kim chiqadi? Kim himoya qiladi? Og'abek himoya qiladi. O'zingiz aytasiz, bitta guruhda kim chiqishini? Nechinchi raqam? Nechi? 3-chi raqam. 3-chi raqam bahor bayrami haqida aytib berasan. She'r. Boychachagim boyladi, qozon to'la ayrondir, ayroningga bermasang qozon doim ayrondir. Qattiqdan qatarib pishgan boychachak, shaharda yumalab pishgan boychachak. Boychachagim boyladi.